Bo'ldi, xudo xolasa bo'lib qo'yaman agar. Sizlar ham obuna bo'lib qo'yinglar, rahmat. Alisher Navoiy nechinchi yil tug'ilgan? 1941. Замечательно, поразительно, geniально. Malades. To'g'ri topgansiz. Qarang, sizga hozir bitta savol beramiz. Agar to'g'ri javob topsangiz, Taekwondo Davlat Abduhamidov jamoasi homiyimiz tomonidan sovg'a yutib olasiz. Savolimiz: O'zbekiston davlat madhiyasi qachon qabul qilingan? 1992 mi? Qaysi sanada? 8-dekabrda. Вот это поворот! Konstitutsiyada. Adashyapsiz. Yaqinlashyapsiz qani? 10 gacha sanada to'g'ri javob Qachon? topsangiz. 1 2 18 noyabr. 4 Что он сказал? qiling. Instagram kanalimizga obuna bo'lganmiz? Ko'ringchi. Yosh liderlar. Liderlar. Birinchidagi obuna bo'lib qo'ying, keyin safar agar chiqasangiz, rahmat. O'zbekiston davlat bayrog'i nechinchi yil qabul qilingan va nechinchi sanada? 1984-yil 31-dekabrda. No, God! No, God, please, no! Adashdingiz. 91-yil 18-noyabrda. Qarang, sizga hozir bitta savol beramiz. Agar to'g'ri javob bersangiz, Taekwondo WT Abduhamidov jamoasi tomonidan telefon yutib olasiz. Savolimiz: O'zbekiston davlat bayrog'i qachon qabul qilingan, nechinchi sanada? 1991-yili 5-dekabr. Yo'q, sanasi adashyapsiz. 10 gacha sanangiz, agar shu to'g'ri javob bersangiz. 1 Dekabr, ikkinchi. 3 4 5 6 Когда? Oktyabr. 1991-yil 18-noyabr kunida. Sizga bitta savol beramiz. Agar to'g'ri javob topsangiz, homiyimiz tomonidan sovg'a yutib olasiz. Savolimiz: Alisher Navoiy nechinchi yil tug'ilgan?